Okey, to'g'risini ayting, nima deb o'ylaysiz? Olgan mashinam dadamga yoqarmikan? Yo'q, nima deganim bu? Конечно, yoqadi. Dadam butun umr Damas haydab o'tgan. Damasda bu mashinada bor komfortlarning hech qaysi biri yo'q. Yoqadi degan umiddaman. Okey, menga bu mashinaning eng yoqqan tomoni birinchidan o'zingiz bilasiz, dizayni juda ham chiroyli ekan. To'g'ri aytasiz. Uni mana bu eshiklari ham, orqa eshiklari ham pastga tushadigan bo'lgani menga juda ham yoqdi. Bezopasnost tomonidan ham juda ham zo'r mashinaga o'xshabdi. Mashina 8 ta o'rindiqli bo'lishiga qaramasdan, orqasida bagajda yana joy bor. Nima deding uka? Okey, 120 kilo bo'lsam ham orqa 3-qatorda bemalol o'tiribman. Tizzam 2-qatorga tegmayapti ham dashi. Ukam nima dedi? Mashinaning narxini sir tutamizmi yoki videoning oxirida aytamizmi baribir? Yo'q, nimaga sir bo'lar ekan? Videoning oxirida, конечно, aytamiz bu narxini. Tak, mashinamizning narxi kelib 153 million so'm, ya'ni 12800 dollar bilan olib ketsanglar bo'ladi. Undan tashqari yangi yilga atab sovg'ani tayyorlab qo'yganmiz. Har bir mijozimiz o'zlari bilan shu mashinaga ortib olib ketirishadi. Batafsil ma'lumot uchun nomerlarni pastda qoldiramiz. Bemalol telefon qilib, Nagranичный количествоda mashinalarimiz turibdi, bemalol olib ketsanglar bo'ladi o'zingizlar bilan. 回馈下社会线，莫得那顶皇冠。